Yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun. Xipre sog'lom yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun ona sutiga eng yaqin tarkibga ega. Allergiyaga moyil bo'lgan bolalar uchun. Xip H1 va H2 oqartirilgan oqsil asosida bo'lib, allergiya xavfini kamaytirishga yordam beradi. Ko'p qusadigan bolalar uchun. Xip R bolani uzoq vaqt to'q tutadi. Ich qotishi, gaz, kolik, qorin og'rishi kabi muammolari bo'lsa. Xip Comfort hazmni yumshatadigan maxsus tarkibga ega. Sigir sutiga allergiyasi bor bo'lgan bolalar uchun. Xip Cozy echki suti asosida tayyorlangan. Bu smeslar to'liq lichebnik hisoblanadi va bolada mavjud bo'lgan aynan bir muammoga qarab tavsiya etiladi. Bu smeslarni oddiy smeslarning o'rniga o'zboshimchalik bilan berish tavsiya etilmaydi. Albatta, lichebnik smeslarni berishdan oldin shifokor pediatr bilan maslahatlashishni tavsiya qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, uni saqlab qo'ying. Xo'sh, keyingi videolarimizda qaysi smes haqida to'liq ma'lumot olishni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.